Biz esa davom etamiz. San'at mavzusidan yiroqlashmaymiz, aziz yurtdoshlar. Xorazm san'ati ayniqsa betakrorligi bilan, o'zgacha jozibasi bilan insonni o'ziga tortadi. Ayniqsa baxshilik san'ati deymizmi, maqom san'ati deymizmi, eng asosiysi Xorazm deganda lazgisiz Xorazmni tasavvur qilishning iloji yo'q, to'g'rimi? Albatta, demak, aziz yurtdoshlar, bizda galdagi lavha o'zbek san'atining Xorazm yo'nalishi bo'yicha lazgi hayot haqida tayyorlangan lavhaga biz navbatni bermoqchimiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Marhamat. Raqs san'ati insoniyat paydo bo'lgandan beri eng qadimgi, keng tarqalgan san'at turi sifatida bosqichma-bosqich rivojlanish davrini boshdan kechirgan. O'ziga xos mazmun va chuqur ma'noga egaligi bilan xalq qalbiga yaqindir. Raqs haqida gapirar ekanmiz, o'zbek milliy raqslarining gul toji bo'lmish lazgi haqida aytmaslikning iloji yo'q. Lazgi Xorazm xalq kuyi va raqsi nozik barmoqlar bilan mayin harakatlar qilish orqali lazgi raqsi ijro etiladi. Lazgi nafaqat san'at, balki ruhiy holatni shu bilan birgalikda tabiatga bo'lgan mehr va hayot quvonchini ifodalaydi. Lazgi raqsi nafaqat qo'l-oyoq harakatlari, balki yuz ifodalari, mimikalar, bosh harakatlari, ko'z imo isholari hamma narsani talab qiladi. Titramalar, buni o'ziga yarasha bir sehri bor. Lazgini eshitgan paytida har bir inson xuddi bir tanasiga bir qaytadan ruh ato qilganday bir boshqacha zavq bilan eshitadi va o'zi beixtiyor o'ynaganini bilmay qoladi. Men ham raqslar ichida surnay lazgini alohida bir juda ham bir yaxshi ko'raman, mehr bilan ijro qilaman. Ustozlarimdan o'rgangan harakatlarim orqali raqsni chiroyli qilib ifoda qilishga harakat qilaman. Bizning xoreografiya akademiyamizda juda ham bir bilimli o'qituvchilar bor. Bizga nafaqat Xorazm raqslari, balki dunyo raqslarini ham o'rgatadilar va biz yoshlar kelajakda bu raqslarimiz orqali Xorazm san'atini butun dunyoga tanitishga va'da beramiz. Hozirgi davrda Xorazmda lazgi raqsining 8 ta turi mavjud bo'lib, bular qayroq lazgi, dutor lazgi, surnay lazgi, masxaraboz lazgi, saroy lazgi, changak lazgi, xiva lazgi va garmon lazgi kabi turlari bor. Lazgi raqsining tarixi Xorazm vohasiga borib taqaladi. Raqs haqida gapiradigan bo'lsak, lazgi raqsi insoniyatni yaralishidan buyon bizga hamohang yo'ldosh sifatida rivojlanib, shakllanib kelayotgan qadimiy raqs turi hisoblanadi. Lazgi raqsi ayniqsa O'zbekistonning, balki xorazmliklarning faxri, iftixori desak mubolag'a bo'lmaydi. 2019-yilda aynan UNESCOning nomoddiy madaniy meroslar reprezentativ ro'yxatiga kirgani biz uchun katta sharaf. Lazgi raqsi asosan xorazmliklar tomonidan mukammal darajada ijro etiladi. Kichkinalik paytimdan ijro etishga qiziqib kelaman, ishtiyoqim baland. Raqs sohasini yaxshi ko'rganim mana bugun meni akademiya eshiklari oldiga olib keldi. 2023-yilda Qozog'iston Respublikasida Tashenov universitetida o'tkazilgan Raqslardan millat ko'zgusi nomli ko'rik-tanlovda aynan lazgi raqsini ijro etib, Grand Prix sohibasi bo'lganman.
gapiradigan bo'lsam, o'zbek raqs asoschilari Mukarrama Turg'unboyeva, Tamaraxonim, Ustolim Komilov hamda Gavhar Matyoqubovalar raqs sohasiga asos solgan hisoblanadi. Hozirgi kunda Farg'ona raqs maktabi, Buxoro raqs maktabi, Xorazm raqs maktablari hamda hozir yaqinda qo'shildi Surxon raqs maktablari bizga yetib kelgan. Biz hozirgi kunda 4 ta raqs maktabi asosida darsliklar o'tmoqdamiz. O'zbek raqsi, klassika, narodniy fanlarning darslarini o'tib kelmoqdamiz. O'zimga to'xtaladigan bo'lsam, 24-yilda yilning eng faol ijodkor nominatsiyasi bo'yicha yil talabasida 1-o'rinni egallaganman. Hamda Farg'ona raqs maktablarini, hamda bizda hozirgi kunda estradniy raqslar o'tilmoqda. Estradniy raqslarni ham juda ham sevib ijro etaman. Lazgi raqsining tarixi haqida to'xtalar ekanmiz, Lazgi muzeyiga ham nazar soldik. Muzeyda Lazgi raqsining tarixi aks etgan milliy kiyimlar, dutor, doira va kitoblarni ko'rishingiz mumkin. Lazgi ijrochiligining yanada rivojlantirish bo'limi tashkil etish ham belgilangan. Bu lazgi ijrochiligini yanada rivojlantirish bo'limi ilmiy bo'lim hisoblanadi. Bu bo'limning 10 nafar o'sha ilmiy xodimlari, bo'lim boshlig'i, mutaxassislari jalb qilingan bugungi kunda. Lazgi raqsining shakllanish tarixi, ijrochilarning ilmiy faoliyati haqida ilmiy ishlar olib bormoqdalar. Jumladan mana shu lazgi ijrochiligini yanada rivojlantirish bo'limining 2024-yilda Lazgi raqsining shakllanish tarixi va tendensiyasi nomli respublika miqyosidagi ilmiy amaliy konferensiyasi o'tkazildi. Bu ham mana shu bo'limning ilmiy faoliyatini bir tizimli ravishda yo'lga qo'yganligini ko'rsatadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Afsonaviy Lazgi Xorazm raqsi bu nafaqat raqs, balki his-tuyg'ularni, hissiyotlarni, dunyoni anglashni ifoda etishning o'ziga xos uslubi, odamlarning ruhiyati hamdir.